Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun haqiqatni izlab bir umr jafo chekkan, oxiri shu haqiqatni topgan bir qahramon ustida to'xtalamiz. U bo'lsa-mu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Salmonul Farsi, ya'ni İranlik sahoba. Salmonul Farsi to'g'riliq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Salman minna degan. Ya'ni Salman bizning oilamizning sanaladi degan. Gerçi o İranlik bo'lsa-mu, biz Arab bo'lsak-mu, islom oilasiga kirgan ekan, bu bizning oilamizning sanaladi degan. Abu Zar radhiyallohu anhu deganki, sahobalarning ichida 4 tane cho'ng olim bor. Osh olimning birisi Salman degan. Salman haqiqatan katta olimlarning biri. O kishi 3-xalifa Osman radhiyallohu anhuning xalifalik davrida vafot bo'lgan. Salman Farsi o'zining qissasini mundaq bayon qildi. Bu İranning bir shahrida shu oqsoqolninki balasi ekan. Ya'ni shaharning oqsoqolining balasi. Bu oqsoqol yashinib qolgan chaqda birla balasi bo'lgan, boshqa balasi yo'q. U balasini nodibak yaxshi ko'rgan. U İranliklar oqsoqolni duhqon deydigan. Duhqon degan hamda shu diniy jihatdanmi lider ve başka taraftan moşka cemaatçilikni başkurduğun oqsoqol hamda mashhur, danlıq adam hamda. Hem özü çoğ ticaretçi, bay. O adam balasını yaxshi ko'rgan bir oğlunu. O adam özü bu ateşperest, yani otqu çoğunuduğun. Ateşperestlik dininde nayet mehkemken. Balasını ezip ketmesin, başka dillarga ketip qalmasin deb nayeti bek muhafizat qilgan, qo'g'daydi ekan hamda. Bir balasini hatta shu boshqalar jiq aralashtirmay, nurg'un ishlarni o'zi va odamlar bilan qilib, sirtqin bek chiqarmaydi ekan. To'la vaqtda shunda uyga sulib olib, uydan bir yerga jiq chiqarmaydi ekan, asrab ashini. Bir kuni hamda uningki bir dehqonchilik maydoniga o'zi borolmay balasi berishga to'g'ri ketgan, balasini avatitgan. Avatgandan keyin dehqonchilik maydoniga aşı berish jarayonida yo'lda bir chirkov kirib qolganda, chirkovga kirsa noyati tinchlik, jimjit shundoq. Endi bu Salman kichik vaqtida dadasining aşı o'tning qishqi kelib, aşı ateşga cho'qinib, ayda ibodat qilishidan, cho'qinishidan noyati bek rohatsiz bo'ldi ekanda. Faqat yaxshi ko'rmayotgan bu o'tni. Endi chirkovga borsa, chirkovda jimjit hammadan o'tirib ayda bir ibodat qilayotgan, ayda qilgandan keyin bu bek yaxshi ekan deb, aşı xristianning, aşı popning qishqi berib, men mushadi bir duhqonning, ya'ni oqsoqolning balasi, men to'g'ri dinni izlab keldim. Sizlarning diningni qandoq degandan keyin, bizning dinimiz aslida Allohdan kelgan din. Bizning dinimiz to'g'ri. Bizning dinimiz yaxshi ishlarga buyuruydi, insonlarga rahim shafqat qildi deb tushundigandan keyin, men sizga murid bo'lsam, sizga mishada sizning diningizga kirsam, meni qabul qilamsiz dedi. Albatta qabul qilaman deytgan. Deb shuning bilan o xristian diniga kiritgan. Xristian diniga kirgandan keyin olim kech bo'ldi. Kech olib uyga qaytish kerak. Shuning bilan endi men uyga qaytmasam bo'lmaydi, dadam izlab qoldi deb uyga qaytib ketgan. Qaytib kelib dadisi, sen dehqonchilik maydoniga bormabsan-ku degan. Men iyag berish yo'lda bir xristianning chirkovini ko'rib qilib, chirkovga kirsam ko'nglim shunda yurib ketdi. Shuni men xristian diniga kirdim. Bek yaxshi din ekan bu dada. Shuniga kiraylar degan dadasini achchalab, sen nima deyapsan? Ajdodlarimizdan kelgan shu ateşperest dinda tursak biz, men shu ateşperest dinininki katta boshlardan tursam, qanday sen boshqa dinga kirsa, hargiz anda qilishga bo'lmaydi. Bizning dinimiz yaxshi uningdan degan balasi. Yo'q, u din yaxshi ekan. Mening ko'nglim shuni illib ketdi degandan keyin, bormaysan deb ash uyga bog'lab qo'ygan balasini. Rasmiy bog'lab qo'ydi ekan hamda. Bormaysan deb uydan chiqib qo'ymayotgan. Shuni bilan bu qanday qilaman deb o'ylab, ash dadasining odamlardan bisga deb shu popqa xabar yo'llayotgan. Men bu yerda tursam, dadam mening dinimdan qaytarayotgandek turdi. Dadam qattiq norozi bo'ladi mushu dindan, sizlarning dininglardan. Shunga shu Shamdan mushu nimaga keladigan
İran'a keladigan karvonlar qachon keldi? Shu kelsa, bana xabar qilsanglar, ashuni meni elib kelsa deb xabar qilgan. Degandan u popmu nayt ko'ngil bilib uningga bo'ldi ma'qul deytgan. Keyin shu Shamdan tijoratchilar kelib, İran'da savdosini qilib, mang'il qo'yib vaqtida uni xabar qilgan. Xabar qilgandan keyin ashani bir amalni qilib, uydan qochib chiqib, shu karvonlarga qo'shilib ketgan. Ular deytgan, sizlar nega borsizlar? Biz Shamga boramiz deytgan. Uning oldida o pop deytgan. Bu Xristian dinining markazi shu nimada? Shamda. Shamda katta ulamolar bor. Eng yaxshisi Shamga borsang yaxshi bo'ldi degan-kanda burunga. Shuning bilan shu Shamga ketadigan. Shamga ketib, uni bir yerda tushirib qo'ygan ular. Shundan keyin u yerdagi Shamdagi odamdan so'rayotgan. Eng katta olim kim? Eng yaxshi olim kim? Shu Xristian dinida degan palani pop deb ko'rsatib qo'ygan. U popning qishqa berib, "Men sizning xizmatchingiz bo'lay. Men sizning diningizga kirdim. Asli men atashparastim. Men haqiqatni izlab sizni topdim." deganki, "Ma'qul" deb ashunga xizmatchi qildi ekan. Xizmatchi qilib qarasa, u popmi o'g'ri ekan, u pop o'g'ri. Ay insonlarga yetim yetsirlarga, kambag'allarga, shularga yordam qilinglar pul to'playotgan. To'plaganning hammani shu xizmatchisini ish qilib bir yerga ko'madi ekan. Uni biladi, uning shu ko'mganlikni hammani biladi, boshqadan bilmaydi endi. Ayda qildigan shu jarayonda bu yana qaylamayotgan bu o'g'rining qishqa ketdimi hamanda. Shunda turdi ekan, shu orliqda bir yil turib qoldi ekan, shu orliqda u pop ulab qoldi ekan. Ulab qolgandan keyin uning jinozasini hashamatlik chiqarib qo'yganda bu Salman bu adam yaxshi adam emas, bu o'g'ri bu degandan hammasi buni o'g'il qilib bitganda, sen nima deyapsan, bizning katta popni ayda deyapsan, haqorat qilyapsan, sen degan. Men sizga dalillab ko'rsatib beray. Kambag'allardan olgan narsani paloniya ko'mdi, menga ko'mdadi, uni ko'mdik uni. O'shada bor deb ko'rsatib ketgan. Ko'rsatib bergandan keyin ular uni bir oddiy bir dafna bilan ko'mib qo'ygan. Ko'mib qo'ygandan uning o'rniga yana bir pop saylandi ekan. U pop xili yomon emas pop ekan, uning bilan yana turtgan bir qancha zaman. Shunga u pop hamda mening umrim oxirlashib qoldi. Sen bu yerda tursang ancha yaxshi bo'lmasligi mumkin, sen haqiqat izlaysan ekan. Sen men haqiqatni deb beray, chin ko'nglimdagini deb beray. Oxir zaman payg'ambari deb bir payg'ambar chiqdi. U shu ikki vodining orasidagi shu Xormuzorlik bir shaharga hijrat qilib bordi u. U sadiqini olmaydi. Sadiqa ba'zi qabul qilmaydi, ammo hadiyani oladi. Uning ikki murisining orasida payg'ambarlik tamg'usi bor. Shuni bilib olsang, shuni topsang bo'ldi. U shunga agashsang, haqiqiy to'g'ri dinga agashgan bo'lasan deytgan bu odam. Ya'ni haqiqatni deb birtgan. Shuni bilan tamam andaqda men aşağı basam bo'lgan deb shu Arab diyoridan kelgan karvonlarni izlayotganda, izlab yurib bir kuni bir karvonlarni topitgan. Sizlar Arabmi? Ha, Arab deytgan. Nega borsizlar desa shu Madina tarafga boramiz deytgan. Deyotgan, meni elib ketamsizlar. Mening qo'y kalalarim bor, shularni men sizlarga beray, nima desanglar beray, meni shu safaringizni birga elib ketsanglar dedi. Ama o zamanlarda bunda karvon bo'lib mangmasa, yolg'iz mangsa, haliqa bulangchi, qaraqchi, yirtqo'sh degandek ishlar bo'ldi, yolg'iz safar qilolmaydi-da. Shuni majbur shuninga shular bilan mangdi. Menib Madinaning shimolidagi bir yerga kelgan vaqtida ular Salmonni setyotdi, bir yahudiga setyotdi. Ular hamra qildik deb elib berib, ayaga olib berib, meyada bir qulba bizning deb igisi bo'lmagandan keyin, igi chaqisi bo'lmagandan keyin, nayt qimmat pulga setyotdi-da. Setyotganlik bir yahudi uni setib oldi. Setib bir zaman shu yahudining qishda ishlaydi. İşleş jarayonida bu shu payg'ambarimiz qachon chiqadigando deb shuni kutdi. Bir kuni Madinaning shimoliga Madinada turadigan bir yahudi shu man setib olgan yahudining tuqquni ekan, ikki tuqquni keldi ekan, kelib bu xizmatchini menga setib bergin deb uningdan u setib oldi ekan. Setib olib Madinaga keldi. Madinaga qarasa rasmiy shu ikki tog'liqning orasi ve aslında Xormuzorlik
Dal degan yerga kelibdimi mana. Endi bu payg'ambarni nerdan topaman deb necha yil o'tib ketdi, ishlaydi, shu Yahudining qishda ishlaydi. İşleş jarayonida bu qul degani bugun kechgacha ishlatadi-ku. Hech qanday xabarsiz endi. Bikim uning bilan bir gaplashib o'ltirmaydi. Dunyoning xabarlarini, yana xabarlarini yetkazmaydi. Payg'ambar bo'lib Makkada 13 yil turgandimi xabari yo'q uning. Onunki Rasulullah'ın Medine'ye hicret kılgındın xabar yo'q. Kütüdü, işleydi, kütüdü şundaq işqib. Bir gün kelar deb kütüdü şundaq. Yani demek bu haqiqatni izlash yo'lda shu dadisining shu podshohning qasrisidagi shunda rohat uydan voz kechib, qul ulab, shunda boyvachchining balasi turib, shu qul ulab, qulluqqa rozi bo'lib, men haqiqatni izlayman deb shunda qildi-da. Shuning bilan bir kunlarda shu Yahudi xo'jayinning qishqa bir tonishi keldi. Kelib nayt achchiqlab keldi. Mavo Xazraj va Aws degan ikki cho'ng qabila bor Madinada. Xazraj bilan Awsninki mo'misi bo'lgan qilaga la'nat bo'lsin dedi. Arablar bunda bikimni maqtamoqchi bo'lsa, dadasi bilan maqtaydi, palonning balasi deb. Bikimni shu so'kmoqchi bo'lsa, yomon ko'rsa, onasi bilan paloni xotinning balasi deb bunda onasi bilan haqoratlayotgan ishi bor-da. Shu Ayda qiyla degan xotinninki ballarga la'nat bo'lsin deb nim bo'libdi desa, Makkadan bir odam kelibdi ekan. Shuni biz payg'ambar deb shu Quba degan yerda kutib olib ayda qilib ketibdi. U o'zini payg'ambar deb gumon qilgan. Bu nima degan qamlashmagan gap bu deb ayda deb ketgan ekan. Salmon shu meva yig'iyotgan shu bog'da, ani gapini tinglab, shu hayajondan yiqib tushib qolib ketganda daraxtdan sakrab tushib, qishqib, nima dedingiz shu gapni biydan? Mekke'den kelgan kim keldi desa, xo'jayin kelib inikiga tassak bir narsa menga sen ishingni qil. Nimaga aralashasan sen bu ishga? Sen bilmaysan o ishni deb urvat ekan uni. Shuningdan keyin bu payg'ambar kelgan o'xshaydi, men kutgan payg'ambar kelgan o'xshaydi deb oqshimi xo'jayinlar uxlab qolgan chaqda ana bipuluqqa chiroyli xomini tizib men o'sha baray deb Qubaga borgan. Qubaga berib Rasulullah'ını kürdü. Kürep hem muşi kişi mi, emes mi ta'kidlamoqchi de 3 tane belgi var. 3 tane narsa bilan ta'kidlamoqchi. Biri sadaqa yemeydi, ikinci hediyeni aldı, üçüncü ikki mürisinin arasında tamg'u bor. Shuni iniqlamoqchi hamdi bu. Berib xomini akilib, siz yaxshi bir odamkansiz, mush bog'ning xomisi sizga sadaqa bu. Sizga va yeningizdagilarga sadaqa akaldim degandikin oldi qo'ygandikin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni bitalmi yemay sahobalar yanglasizlar deb ayda qildi. Chunki payg'ambar sadaqa yemaydi. Bishoratdimi? Pop ayda deb bergan uningga. Birinchisini isbotladim deydi. Atsi yana kashda yana bir mevalarni ilib bordi. Berib Rasulullohning oldiga kelib, "Ya mavo hadiya sizga ve yeningizdagilar hammanglarga hadiya qilib akeldim" degandan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bismillah deb uni yeyishga boshlaydi. Sahobalarga yangla deydi degan. Ikkinchisini isbotladim deydi. Endi uchinchisi qoldi. Ikki mürisning orasidagi tamg'uni ko'makchi endi. Bir kunlarda buni ko'mak qiyinda endi uni ko'nglingizni sepiring men ko'ray deyamaydi endi. Shuning bilan fursat kutdi. Bir kunlarda shu bir sahoba, ya'ni Medine'de tunji qatim vafot bo'lgan bir sahoba oldu. Müslüman bo'lgandan keyin vafot bo'lgan bir sahoba. Shu sahobaninki namozini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushirgandan keyin dafn qilg'ili mazog'i bordi. Bag'anda Rasulullahninki ustida bundaq ihromga o'xshash, bunda bir ridoni, bir nimani, bir raxtni, materialni üstüge yepinib olgan ekan. Bunda rasmiy ko'ngilak emas. Yepinib olgan ekan, unidan azroq mürisi azroq ko'rinib turdi endi. Ko'rganki, menga yaxshi bir fursat kelibdi bu deb Rasulullohninki har bir Rasululloh menga mangsa o'tirsa ashuning bunda qarg'il turdi, diqqat qilib turdi. Deganki Rasululloh buni his qilib qolib, asta ridoni bunda tushirayotganki bu rida tushib ketdi. Tushib ketgandan keyin kilip muhorni ko'rib, suyab Rasulullahning mürisini suyab yig'lab buluqlab ketdi. Bu Rasulullahni quchoqlab oq tarafdan kelib quchoqlab yig'lab ketdi. Yig'lab ketgandan keyin birdan
yig'lab olsin deb to'xtaydi. Uning yig'lab bo'lgandan keyin "Kelgin menga" deb "Nim bo'ldi sana?" degandan keyin "Men haqiqatni topdim. Men haqiqatni topdim. Siz Allohning payg'ambari ekansiz" degan qissani bayon qilgan nima qissa bu degandan keyin men shunda Ironda bir cho'ng boy va oqsoqolning balasidim. Men haqiqatni izlayman deb xristianlarningki cherkovga bordim. Xristian diniga ketdim. Ondan keyin bir popning qishqa beribdim. U o'g'ri chiqdi. Ondan keyin andin yana bir popningki qishqa borsam sizdan bishorat berdi. Ondan keyin andin karvallar bilan karvallarga o'zimni topshirib kelsam, o'limi o'g'ri chiqdi, meni setib etdi qul qilib. Shu qulluqda o'sha yahudining qishda ishladim. Ondan keyin shu sizni kutdim. Kütüp sizin xəbərinizdən anlap gəldim. 3 tane alametini dep bəgəndi. 3 tane alametinin həmmisi doğru çıxdı. Siz Allah'ın Resulü iken mən iman etdim dedi. Şu gündən tartıb bu iman etdi. İman etib onundan keyin yəni Yahudinin qışqa aşı qulluqqa ketdi həmdə. O qutulmaq oңay emas həmdə qulluqdan. Şu jarayonda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi xil jihatlar oldu. G'azva, jihat, ayda urush ashlarga o qatnasholmaydi. Chunki qul deganga xo'jayin ruxsat qilmasa borolmaydi. Pat ayda fursat topganda Rasulullohning qishqa berib ko'rishib, ba'zi hadislarni Rasulullohdan o'rganib keldi, ya'ni ash qulluqni davomlashtirdi. Bir kunlar kelganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uningga deydi: "Sen pul to'lab ash qulluqdan qutulgin" dedi. "Ya Rasululloh, mening qo'limda hech nima bo'lmasa, qanday qutlay olayman" degan. "Sen uningdan so'g'in nima talab qilgan" deydi. Degandan keyin u Yahudi hamda tamagar bak ashu nachar Yahudi ekanda. U deydi uningga ash quldan kamaydi buning deb yuqori talabni qo'ydi. 300 dona xoma daraxtini akilib, tikib menga saq salomat o'stirib birisi deydi. 300 dona xoma daraxtini. Ondan keyin 40 uqiya oltin akilsan deydi. Bir uqiya degan 31 gramdan ortiqroq keldi. Endi 40 uqiya hamda 40 uqiya degan 1 kilo 250 gram oltin bo'ldi. Natijiq gap hamda. Ashuni talab qildi. Talab qilgandan keyin kelib Rasulullohning qishqa keldi. Degan nima dedi desa, "Mushunda talabni qo'ydi" degandan keyin bo'ldi, biz qo'limizdan kelganini qilay deb ash sahobalar hammasi birlashib ashunday xoma daraxtlarini ayda akildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining qo'li bilan tikib, tayyorlab, ayda qilib 300 dona xoma daraxtini akilib Yahudiga o'stirib birdi. O'stirib saq birdi. Uni oltinga kelgan vaqtida endi bu oltinni 40 uqiya oltin degan natijiq gap. Bu qanday qilaman? Men qutlayolmaydigan o'xshayman deydi Salman Farsi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Ya xotirjam bo'lgin. Alloh yordam qildi" deydi. Shuning bilan sahobalar yana yordam qilib, shu 40 uqiya, ya'ni 1 kilo 250 gram oltinni saq Yahudiga topshirdi. Topshirgandan keyin Yahudi Rasulullohning oldida bo'ldi, bugundan tortib ozod, mening bunda haqqim yo'q, haqqimni oldim deb qo'yib berdi. Shundan keyin Salman Farsi ozod bo'ldi. Oxirgi umrigacha hur ibodat qilib ashunda o'tdi endi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarining har birining har xil qissalari bor. Nima qiyinchilikda, nojiq jafo mushaqqatlar bilan ash haqiqatni izlab topgan kishilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu eng yaxshi insonlarni Alloh taolo tanlab bergan. Pidakor ashunday insonlarni tanlab berganda. Endi haqiqatni izlash har bir insonning majburiyati va insonlik burchi u. Haqiqat ustida yashashimiz kerak. Endi kishilarni islomga jalb qiladigan va qiziqtiradigan omillar intayin ko'p. Masalan, islomning odilligi, islomning pokizligi, madaniyligi, rahim shafqati, go'zal axloqi, durustligi deganga o'xshash nurg'un yaxshiliklar hamda. Ana shuning birinchi eng oldida keldigini musulmonlarning durustligi va yaxshi muomalasi. Ya'ni islom shuncha go'zal bo'lsa-mu, musulmonlar durust bo'lmasa, boshqalar qarab bu islomni go'zal deydi, ammo mo'adamini durust qilolmagan bo'lsa, bu islom qanday islom o deb shakllanib qoladi-da. O'z vaqtidagi musulmonlar Qur'on Karim ve sünnette ko'rsatgan bo'yicha haqiqiy musulmonlar edi. Ular shu
qalbidagi iymonini, qalbidagi axloqini amaliyati bilan, muomalasi bilan ko'rsatib, kishilarni shunga jalb qilgan. Chunki dinga da'vat qilish degan gap bilan emas. Birinchisi yaxshi go'zal axloqing bilan. Sen go'zal axloqing yaxshi bo'lsa, boshqa sendan ta'sirlanib, ha musulmon degan shunday bo'ldi ekan deb iymon etadi. Masalan, bizning ajdodlarimizning o'sha Sutuq Bug'roxon ana yigitlik vaqtida shikarga chiqdi, otishda. Samani davlatidan shuningki bir nimasi? Shuningki shahzodalardan birisi Abu Nasr Samani degan odam otishqa tijorat ishlari bilan, ya'ni tijoratni bahona qilib din taqitish shunda ayda keldi. Ularning durustligi va ularning go'zal axloqi, yaxshiligiga qarab Sutuq Bug'roxon iymon etdi shu chaqda. Shu Sutuq Bug'roxon iymon etib, Turkiy davlatlarning ichida birinchi qatim otishda islom dinini davlat dini qildi. Ya'ni turklarning ichida birinchi qatim iymon etgan kishi va islomni davlat dini qilgan kishi. Endi shu Sharqiy Osiyo, Filippin, Tayland, Malayziya deganga o'xshash yerdimi? Asli musulmon tijoratchilarningki durustligi, go'zal axloqidan ta'sirlanib iymon etgan gap ular. Uni hech kim majburlagan gap emas. Afrikalardami shunday ham go'zal axloqidan ta'sirlanib musulmonlarning islom degan shunday bo'lgan bo'lsa, biz shu islomni qabul qilaylik deb aytib qilgan. Endi afsuski, hozirgi zamonda musulmonlarning ko'p sondagi musulmonlarningki axloqidan, muomalasidan ta'sirlanib iymon etadigan odam yo'q. Hozir mesela ilim dünyasida bu Yaponiya deymiz, Amerika deymiz, Avrupa devletleri deymiz. Aşağıdaki ilim ehillerininki ilim bilen ispatlab İslam'ın haqliqini iman etganlar intayin köp. Kur'an'ın möcüzesi bilen ve şu tibabet sahasida, astronomiya, fizika, biyologiya, şu ilimlerinin terakki qilishi bilan insonlarning aqli ochilib, Qur'onning haqliqini, Allohning dinining, islom dinining haqliqini bilib iymon etganlar intayin ko'p. Hozirgi zamonda musulmonlardan ta'sirlanib iymon etgan odam intayin az. Chunki nimishqa musulmonlarning ko'p sonligi Allohga va oxiratga ishonamiz deydi, ammo Allohga, oxiratga ishonmaydiganlarning qilig'ini qiladi. Namaz okuydu, hacga barıdı, sadaqa verdi, ama cazanı yeydi, başkalarının hakkını yeydi, soda satıqda aldaydı, va'dasiga xiloflik qildi, vaqtga rioya qilmaydi. Shunga o'xshash, bu islomningki ko'rsatmalariga xiloflik qildi. Xiloflik qilgandan keyin boshqalar unga qarab, bu musulmon degan shunday bo'lgan bo'lsa, bo'lmayli deydi-da. Mushu Osmanlı devletininki bir devrlerinde bir adam bir quduq qazibdi da yo'l bo'yiga. Turkiyada ayda ishli bordi. Quduq qazib qo'ydi, uning chashmada bunda chiqib, jo'makni chiqarib qo'ydi. Yo'lda musofirlar suv ichib, duo qilib o'tib ketdi shu qilib qo'ygan kishiga. Shuni tupsiga yozib qo'ydi ekan. Bu quduqning suvi butun insonlarga halol, musulmonlarga harom deb yozib qo'yganda. Bu ajoyib bir gapda bu. Kishilar hayron qilib bu podshohga yetib borgan bu. Bunda yazıp qopdi degan ash odamni chaqirib ketgan. Nimishqa bunda yozdi desa, men shunda yozdim, haqliqman degan. Nimaga haqliqsan? Nima daliling bor degan. Men dalilimni ko'rsatayman deb. Podshohim, siz mushu yahudilarninki ibodatxonasiga ash yahudilarninki haqam deymiz hamda ashuningki imomi so'zlayotgan chaqda askarni avatib ashuni tutqun qiling deydi. Ma'qul deb askar avatidi. Askar avatib ashu tutqun qilg'ili kirganda yahudilarning hammasi yomish bo'lib, bizning imomimiz ne gapirsa, bizning imomimiz bu, buning hech qanday gunohi yo'q deb askarlarga bermaydi, topshirmaydi. Askarlar hech qanday qilib ololmay keldi. An aytsi, endi podshohim, siz endi xristianlarning chirkovga saqchilarni avating yana. Chirkovda ash pop so'zlayotgan chaqda ashuni tutishga buyruq qiling deydi. Tutquli kelgandan keyin bu ashu xristianlar ko'tarilib ketib ashu chirkovdagi
saqchilarni, askarlarni mechitni qo'g'lab chiqirdi. Nima qilasan sen? Nima qilibdi? Bizningki bu popda hech qanday gunoh yo'q. Bizning pop bu, qo'g'daymiz buni deydi. 3-kun endi siz mechitga saqchi avatdan, mechitda bir imom so'zlayotgan chaqda, ashuni tutqun qiling deydi. Ma'qul deb mechitga saqchilar kirib, shu imom so'zlayotganda, xutba so'zlayotgan chaqda uni tutib ketdi. Tutib ketganiga jamoat qarab qoldi. Tutib ketganiga jamoat bir-biriga qarab, "Ha, bu yaxshi odam desak, yomon odam ekan-ku bu. Gunohi bo'lmas tutib ketamdi. Chataqkan bu, shunday odamning ma'qus namoz o'qibdimiz biz" deb shunda deyishib ketdi. Degandan ko'rdingizmi? Shunda o'g'onlik uchun bu musulmonlarga quduqning suyini men harom dedim deydi. Demak, ahvol shunday qildi. Ahvol shunday ig'ir hamdi. Ba'zi kishilar ba'zi musulmonlarningki nacharlikqa qarab, bu islom shuni buyurtgan o'xshaydi. Bunda nacharlik qilsimi durust qil deyotgan o'xshaydi. Shunga bu islom yaxshi emas ekan deb o'ylab qoldi. Chunki ba'zi musulmonlarningki islomga qilgan ziyonkashlikka kofirlarning ziyonkashligidan ig'ir. Kafirlar aşkar düşman. İslam'a aşkar düşman bo'lganlar bor. Komünist olsun, başkası olsun, Yahudili olsun, bu aşkar düşman. Ama musulmonlarning ichida men musulmon deb turib, islomning yuzini tugab, islomga xizmat qilamiz deb yurib, islomning yuziga xizmat qildirib, shunga o'xshash haliqa islomning nomini bulg'ab aytgandan keyin, tushunmagan odamlar islom degan shunga o'xshaydi deb ayna deydi. Mesela şu alimlardan birisi deydi, şu Koreyalik bir aeroplan kütküçüsü bir kız ben İslam to'g'risida binasi ügüney debdim deb ayda detkende alimga aeroplanda. Şunu olan men tushundiray, ama İslam to'g'risida siz nimani bilasiz deb qizdan so'rayotganda, so'sa o qiz deytgan, bu İslam degan şu har qishki odamni o'ltirdi, zina qilgan odamni o'ltirdi. Almada o'zining mamlakatidan bo'lmay, boshqa mamlakatdan o'ylanishga yo'l qo'ymaydi. Deytgan. Deganki bu deganlaringiz hammasi xato. Islom anda o'ltamaydi. Ya'ni biri musulmonlar bo'lsa, dunyoning qanday mamlakatidan, qanday millat bo'lsa, to'y qilishga ruxsat qildi. Bu shu amma Saudiya Arabiston mamlakatining o'zining qonunida o'zining odamlari boshqa bir mamlakatning odami to'y qilmoqchi bo'lsa, davlatdan ruxsat olish kerak. Nayta qiyin u ishlar. Ruxsatni olib qila oladi. Mushuning mualning qilib olgan ishini islomning qonuni deb tushunib qolibsiz. U islom bundan bizar, islom unda qilmaydi, lekin Saudiya Arabistonning o'zining qonuni u. Islom emas u. O'zining qonuni. Siz bunu to'g'ri tushunmabsiz. Islom degan bunday rahim shafqat dini, insonlarga hammasiga adolatlik muomala qilishga chaqirdi, insonlarga yaxshi muomala qildi, yolg'on aytmaydi, durust bo'ldi deb tushundigandan keyin aeroplan deki safar 2 soatlik safar tugab bo'lg'uchilar shu qiz bilan ayda munozirlashib so'zlashdik deydi. Oxiri aeroplan yaga qo'nishdan burun o qiz bola shahodat aytib musulmon bo'ldi dedi. Ya'ni kishilarning tushunchalarga, xato tushunchalarga to'g'risini tushuntirish kerak. Endi eg'izimiz bilan tushuntirib ayda herib ketimiz, eg'izimiz bilan tushuntirib herib ketishning o'rniga muomalamiz bilan islomning go'zalligini ko'rsasak, ashning izi kifoya. Gap qilish ketmaydi unga. Hech qanday gap ketmaydi. Sen durust yashag'in, vaqtga rioya qilgin, ömrüning qimmatini bilgin, durust bo'lgin, muomalada rostchil bo'lgin, yolg'on aytmagin, kishilarni aldamagin, dinni setib qaylamagin. Ayda qilsang, kishilar sendan ta'sirlanib, ha bu musulmon degan yaxshi ekan-ku. Musulmon bo'lsa, bu durust degan-ku odam deb ta'sirlanib iymon aytadi. Shunga biz musulmonlar o'zimizning axloqini tuzatsak, bizga qoyil bo'lmaydigan inson qolmaydi dunyoda. Qoyil bo'lmaydigan inson qolmaydi. Islomni nurg'un insonlar bilmaydi. Nurg'un insonlar islomni tushunmaydi, bilmaydi. Yiroqdan bunda musulmonlarning muomalasiga qarab shunda nima qildi? Masalan, Said Qutb
bir gepi bor. Men bu şu Yevropa, Amerika, Yevropa aşağılığı berip haliqi İslamni ko'rdim. İslamning durustligini ko'rdim haliqi. Gapda rostchil, muomalada durust, yolg'on aytmaydigan, va'daga vafo qiladigan, vaqtga rioya qiladigan bunda islomni ko'rdim. Ammo men musulmonlarning mamlakatida turib, men islomni ko'rmadim, faqat musulmonlarni ko'rdim degan bir gap bor endi. Haliqi musulmonlik boshqa, islom boshqa. Sen shu islom bilan jips bo'lib, islomning digindek yashay olasan, Qur'on, hadisning digindek yashay olasan, sen islomni ko'rsatgan islomning bir yana simvoli deymizmi? Shuniki bir o'lgusi bo'la olasan. Agar seninki islomga mansub bo'lib qo'yib, ba'zi ibodatlarni qilib qo'yib, haramga berib qo'yib, namoz o'qib qo'yib, ammo muomalang durust bo'lmasa, kishilarni aldasan, yolg'on aytsang, kishilarning haqqini yesang, kishilarga zulm qilsang, kishilarga haqsizlik qilsang, kishilarga aziyat bersang, kishilarga hasad qilsang, kishilarning ishlarini buzsang, bu musulmonlikqa yotmaydi. Islom bilan hech munosabati yo'q buning. Bu islomga qilingan dushmanlik bu. Bu dushmanlik kafirlarning islomga qilgan dushmanligidan ig'ir dushmanlik bu. Çünkü işçiden kılıngan düşmanlık bu. Allah Teala hemimizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin ve haqiqatni izlashga muyassar qilsin ve haqiqat ustida mustahkam turishga nasib qilsin. Amin.